بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام دارم خدمت بیننده های عزیزی که همین اکنون ما را از دریچه صدای فاریاب المار بیننده است. و عزیزا، قسمی که میبینین ما در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب قرار داریم. امروز خواستیم که دم افطار است و افطار بسیار نزدیک مانده و کمتر از نیم ساعت به افطار مانده و خواستیم که از بازار و از کسبکاران ولسوالی قیصر هم براتون یک گزارش تهیه بکنیم. در پنجمین روز ماه مبارک رمضان قرار داریم. از عمده فروشان، از نرخی که از کسبکاران بیشتر معلومات میگیریم. قیمت اجناس قبل از ماه مبارک رمضان بالا بود یا که با آمدن ماه مبارک رمضان اجناس قیمتش بالا رفته و یا که کاهش یافته. بیشتر از کسبکاران معلومات میگیریم و شما بیننده برنامه ما باشید. سلام علیکم برادر عزیز، من رحمت الله میوفرش قیصر بس، دکاندار قیصر وسط چوکه بس. کوپل یخش رحمت الله که نیچه ایل بلده که میوه فروشلی کسب که مشغول است؟ شاید یه تیل بلده شو کسب که مصروف بس. طور شاغلی خیام بس کوچل بلده شکر دیگان هم. شکر فضل خدا که سعادت کوب یخشد ماه رمضان روزه که گم نمیره. بایجان روم بادرنگ کدوچه چکیده شون اصلا زیاد استفاده بلده و قیمتی هم خیلی بالا باگن. شو ماه مبارک رمضان کیگن چون بلند کید؟ ماه رمضان مبارک رمضان کیگن نمیچون قیمت بلند. اول نمیرگه ساعت دی چکن مثلا 90 80 آل بود ریزوتس. رومیشون بادرنگ همچنان هم میوجد داشته. رحمت الله که بو قیمت برشلی وز کو لرزگم یا کوشه بلندتن سلا خرید قلیکن جایدن قیمت آل اصلا. زش چکری مزارده اول کیله زگی 70 و شو وقت کیله برزیگر مر. bizga vaqtdan qimmat kelar, qimmat sotamiz, arzon kelsa arzon sotamiz bizga. Bu navg'oni foydamini ham sotamiz. Endi 120 kelar, 130 sotamiz, agar 80 kelsa 90 sotamiz. O'rib ham beramiz. Assalomu alaykum. Birindoy muhtaram. Mening ismim Said Osibjondir. Qariya Sarosiyobda bo'laman, Murisvoriy Qaysardan. Zamon o'tgan shunday bir kesilchilar pishiramiz ki baxotir ma'ruf ro'zaman sharafat ro'zamanlar uchun. Narxlardan gapiring. Jilabi 1 kilo jilabi qabl az ro'za qancha edi va hozir qancha sotib to'xtatsizlar? Shukr fazli qilib biz sizlarning sha'nimizga rosti lozim do'stlarjon. Men ro'za avval shu yerga kilosini 100 rupiya sotadim, serini 600 rupiya sotadim. Fe'lan 5 ro'z bo'ldi, bozorlarga rupiya sotamiz, serini 5 sotamiz. Shunga ham rozimiz, biloxirat seriga bizlarga 25 rupiya 30 rupiya qolmaydi, 25 26 rupiya serona qoladi bizlarga. Aziz ko'ruvchilar, mana ko'rib to'xtabsizlar. Shalob mohi muborak Ramazonga mana bir bo'talga akamiz shalob omada qilibdi. Ko'proq bulardan so'raymiz, qanday shu sovuq ro'zlarga ham mardim kelib shalob yechami, ichmaymi? Qandoqsiz aka? Assalomu alaykum, Said Nosman Qaysardan. Tamom millat qamlarimga salom taqdim qilaman. Sog'lik, salomat, tandurust bo'lsinlar. Do'q yaxshi, purishodlari yaxshidir. Ava sog' bo'lsa ham bozam iftorda sharofatlari moy Ramazonda yaxshi o'tadi. Ko'plar yaxshi qandaydir ro'za ta'sir qilgan yo'qmi? Biza 5 ro'z qanday o'tdi sizga? Yaxshi o'tdi. Ro'za alhamdulillah yaxshi ish ta'sir qilgan yo, ava sog'di, yaxshi salqin. Yaxshi oyga ro'zani 4 dakika qatiq o'tkazaman, yaxshi alhamdulillah. Ko'plar yaxshi. Musofiratli ham qilgansiz. Musofiratli ham qilganman. Qaysi kishilarga? Erongaman. Eronga. Qanday nima esos qilasizki shu o'z mamlakatingizga, o'z mulkingizga, o'z zotgohingizga mana shu bir kichkinagina sarmoya bilan shayt foydasi ham bir nochiz bo'lsa, Diga kishilarga 1000 toping, bu biz kishilarga 20 rupiya toping. Bali, shukr. Alhamdulillah, bali. Aziz ko'ruvchilar, mana ko'rib topasizlarki, bo'loni noqotani safqa navbat eshitmaydi va bir dona bo'loni zaban bilan oldiga yo'qki, mana iftorga ham yaqin qoldik, bizlar bo'loni yemoqchi edik. Bilan oldiga tani bo'lonisi yo'q, azbas ko'p bilan shuluq bilan oldi. Qandoqsiz uka? Shukr, sog'miz. Salomat bo'ling. O'zingizni tanittiring, otingiz nima? Men Izzatullo, men Ulusvoliy Qaysar bo'loni paz. Ko'plar yaxshi. Qanday ro'za oyiga nima raqamda bo'loni ko'p sotiladimi, kam sotiladimi? Valla shukr. Qanday yaxshimi, mushtarilar ko'p keladi? Mushtarilar saydi, g'azamat. Qancha bir bo'loni qancha deb beraman? Bular jo'raydi, o'rba. Jo'ray katta bo'lon. Ha.
boshqa joylarga berishib bo'ladi desa mana ko'rasizlar bu ham vazni farq qiladi va ham andozasiga kattaroq bo'lanadi jo'ray deydilar va afg'oni ulusvali qaysarga bo'lanadi qandoqsiz aka Akam o'zi sog'siz, Jonginayjor, xush kelibsiz Qaysor Zeboga. Salomat. bilan birga iftorga. salomat bo'ling baxayr bo'ling Do'konga biz buyasiz, biz ham bir aziz inog'abi, siz ketamiz iftorga do'konga boramiz sizga. salomat bo'ling baxayr qanday muborak ramazon ta'sir qilgan yo'q Yo nomi Xudo azor bor shukr. Bori yaxshi ekan. Muborak Ramazonda mohi qurbarakat, behtarin oy deyilganicha nomi Xudo yaxshi oyda. Xudodan ketamiz iftorga bidun shu aytaman. salomat bo'ling baxayr bo'ling qanday bo'lgan kayfingiz yo'q Yo Xudoga shukr. Bizning kayfimiz faqat non, suv, ana shu boshqa hisobiz kayfimiz yo'qda. ko'p bo'la yaxshi bizlarga biron aytilayotgan Faqat sog' salomat bo'linglar, bolalaringizga shukr kelasiz, shuncha nashrot berasizlar. Xila biz sizlardan xushol bo'lib, bolalaringizga zo'r bor shukr. salomat bo'ling baxayr qandaqsiz tog'a Shukr, sog'sin baqa Jonginayjormi? o'zingizni tanittiring otingiz nima Otim Abdusattor, Ulusvali Qaysordan sherka do'kondorman. nima kasbga mashg'ul Do'kondorman, sherka tavdi go'sht sotaman. ko'p bo'la yaxshi tovuqni go'shti qanday ro'za oyiga qimmat bo'limmi arzon Yo, yaxshi, munosib, bad emas. Sharvor solib 200 rupiya tavdi go'shtga narx berdi, 200 rupiya sotib o'tiribdilar. narxnomani yuzidan sotadi Balo. ko'p bo'la yaxshi qanday oshni mazasi qanday akamizdan kelib oldi Endi molim bo'ladi, baqa bir yerda bir iftor qilsak, avvalin topam avvalinda bordi. ro'zaga ta'sir qilgan yo'q Yo, fazla Xudo. Bexedega ro'zda ne siz qolamiz, ne ham osh qolamiz, ne ham nima hech molib qilmaydi. salomat bo'ling biron aytilayotgan bo'lsa Tashakkur, tamom mu'min musulmonga salom aytaman, ro'zalarini tutsin. Hech nimam yo'q. aziz ko'ruvchilar mana akamiz oshni pishirib to'xtatib ko'proq bulardan ma'lumot olamiz qandoqsiz akam Assalomu alaykum. Sog'siz aka, oromli taklasiz. salomat bo'ling baxayr bo'ling o'zingizni tanittiring otingiz nima Meni otim Said Sayfullo. Otamning otlari Said Hasan Qo'latov, Koryovdan bo'laman, Ulusvali Qaysordan bo'laman. Mana shu yerga osh qilibmiz. ko'p bo'la yaxshi osh qanday muborak ramazonga ko'proq osh masraf bo'ladi qanday purushotlari Burishotimiz mana shuni qildik, inshaalloh ko'p yaxshidir. Bexis aydi. rozisiz Rozimiz mashallah, ko'p yaxshi. musofiratli ham qilib Musofiratli ham qilinma Eronga. qanday Eron yaxshimidi vatan Vatan yaxshi. bir piyola osh qancha Bir piyola osh 10 rupiya. ya salomat bo'ling baxayr bo'ling salomat u nimadi Bu pakavra. pakavra uni donasi qancha Bu kilo sotiladi. Kilosi 100 rupiya. kilosi 100 rupiya ko'p bo'la yaxshi bizlarga biron aytilayotgan bo'lsa Zinda bo'ling. Sog'lik tilaymiz. baxayr bo'ling qandoqsiz aka Yaxshiman, assalomu alaykum. Otim Said Ahmedillo'di, Ulusvali Qaysor qariya Zerodan bo'laman. ko'p bo'la yaxshi qanday 1 kilo xurmo ro'zadan ilgari qancha edi va fe'lan qancha edi Men o'zimga shu 2-3 ro'z bilan shuru qilganim, shu 2-3 ro'zga tag'irot kelgan emas. 100 rupiya Ay. ko'p bo'la yaxshi qanday ro'za ta'sir qilgani yo'qmi Yo, ro'za ta'zir. sesiz past chiqadi Hay, ijtimoiy qilmaydi ro'za, inshaalloh hamma bizga sizlarga farz bo'lgandi, biz boyda ado qilsak. 11 oyda yeymiz 1 oyda yemaymiz qanday Yaxshi gap. shu Alloh mutolda farzi ekan degan Ay, 5 boyada ado qilsa bir oy ro'za farz bizga sizlarga degan. ko'p bo'la yaxshi qanday biron kayfingiz ham bormi Yo, kayfimiz yo'q. Assalomu alaykum. Men Said Paymaz, Ulusvali Qaysordan bo'laman, Qariya Sarosiyodan. Mana shuna bir mashhur bir duo qurishlikka masrufmiz. ko'p bo'la yaxshi qanchadi mana shu bir peyla chalob qancha Bir peyla o'zingizga majoni qoldi mehmon bo'lib iftoriga. salomat bo'ling boshqalarga sotsa aytmang Ko'rib sotamiz. ko'p bo'la yaxshi bunga nima tarkibotlari bor Bunga bodrang bor, shibit bor, gashnis bor, podana qush, nanoy qush bor, hamma narsasi mujahizdir. chakidami Inshaalloh. ko'p bo'la yaxshi qanday musofir ham qilgan bo'lgansizmi Musofir shahar Eron ketganmiz. ko'p bo'la yaxshi o'z vatanimiz yaxshimi Eron shahri Ana endi rapi ozod bo'lsa, har joyga ham yaxshi g'arbchilik bo'lsa, o'z vatanimizdan ko'p bilan rozimiz. o'z vatanimizga qancha topsangiz rozisiz Ro'zani bizga ana shu 200-300 qolsa bas, qila rozimiz. Eronga qancha topadi Eronga ana shu ishlaydi, 10 million, 15 million ishlaydi, xarjimiz bo'lmaydi. bir oyga Bir oyga, bali. mana o'z vatanimizga nom xudo 200-300 qolsa qancha yaxshi Ko'p rozimiz. ko'plar shikoyat qiladi aytadi tani ishi kor yoqdi deydi Afg'onistonga mana 300 rupiya o'zingiz topsangiz bir xonadonni pardasi bo'ladi Aynan o'qida ularga shikoyat qiladi, ishdan atma izdan ish bo'lmaydi. Bizlar mana shu yerga shu ishlarga mashg'ul biz, nomi xudo rozimiz ishimizdan.
Javoon باید به خاطر bir luqma non topishga باید hamisha zahmat qilsa va zahmat bo'lmasa bir narsa qo'lga kelmaydi. Endiga zahmat qilsa rohatini ko'radi. Mana shu masalan bekor yurgansiz bizlarga bitta pul bermaydi. Bekorlikdan har mushkulot topiladi. Masalan sigara bo'ladi, charsi bo'ladi. Buni ishga mashg'ul bo'lsangiz inshaalloh bu zotlardan xila uzoqlaysiz. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Biron aytilayotgan Xayr ko'ring, shuncha bir bizlar nimalardan xohish qilamizki, shu sigara, chars shulardan uzoqlik qilsalar, bozorga kirsalar, biron g'arbchilik qilsalar, inshaalloh hamma o'tan-o'tanlarimiz sarbuland bo'lsin. salomat bo'ling. Baxayr.